uchrashganimizda kitobga bo'lgan e'tiboringizni kuchliligini bilganingiz uchun shu munosabat bilan sizga murojaat qilyapmiz. Biz Sunda yarmarka bo'lganda shu yerda ko'rishganmiz. Kafelarda oynalik qilib, Mashinaga o'xshagan. Ha, shunday qilib oynalik qilib qilsak ham bo'ladi. Askiya bozormi? O'sha yerda bor edi. Men shu rasmga olaman, ma'qul. Yo'q, rasmga olmaysiz. Soat shu yerdan chiqasiz. 1,5 soat ichida askiya bozorda bo'ladi. Bo'ladi, o'sha yerda ko'rishib olasiz. Bo'ladi. Bo'lmasa kutaman. Shu kiraverishda, shu hali bozor kirish joy ochilgan joy bor, o'sha yerda bo'laman, o'sha yerdan topib qolaman. 1,5 soatda ichida. Mayli, yaxshi bo'ling. Xullas, qo'shnisi 3 etaj qurganmi? Ha, Qo'shnisi 3 etaj qurilgan, Abdulla Qahhor mahallasi. kechqurun bor. Qulol tuproq ko'chasi 13-uy bularniki. U endi 3 etaj qilganda oynasini bularning hovlisiga qaratib qo'ygan. Borib izuchat qilgan ekansiz. Mana ekologiyam boshlig'i shu yerda turibdi. Joyiga chiqadi, daraxti bir boshida ko'radi shirasi nimaga, nimani kasallik nimadir qilish kerakmi, предупреждение qilish kerakmi, nimadir qilasiz. Jekka aniq ishchilarga yalim urib. Demak, domda отопление bor, sizni xonadangizda отопление yo'q. Shunaqami? 7 dan 8 da trubalar chirib ketgan, qilinmagan. Shuni hisobiga отопление yo'q. Domda в целом отопление bor. Violaga pretenziya qila olmaymiz, lekin stoyakda ayb bor-da. Stoyakka kim javob beradi? BSK javob beradi. Demak, BSK kim o'tdi? Bo'l, buni ayting, joyiga chiqsin-da, ko'rsin. Bo'l, mana hozir aytadilar, kontrol qiladilar. Sog' bo'ling. Boshqa yo'q. Rahmat katta. Keyin garajlik botirga ham rahmat. Ha. Ha, aytaymi? Anaqam bor-da, narisim. Biroq anaqa qildim, qilib berdi. Yana ish kerakmi? Da, ish bilan bo'lsa ham mayli. Ish bo'lsa, onlayn ishlaydigan, bir kompyuterda ishlaydigan narsa qilsa bo'lmaydimi?